Assalomu alaykum ustoz. Agar o'qituvchilik kasbini tanlamaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Va yana o'qituvchi bo'lardim. Xavfsizlik xizmatiga va yakunsiz bironta prokuratura idorasida ishonchim tarix qo'shnoqchi fakultetida o'qigan. To'g'risi jurnalist bo'lmoqchi bo'lganman, lekin vaqt taqozosi bilan mana matematika ustoziman hozir. Men agar o'qituvchi bo'lmaganimda yoshligimdan uchuvchi bo'lishni orzu qilganman. Я летаю в 1, 2, 3 на моей ракете. 3 yil topshirganman meditsinaga. Lekin meditsinada bas response o'qituvchilikda ekan. O'qituvchi bo'lmaganimda dehqon bo'lardim. Zo'r. Yangi o'simlik turlarini kashf qilib, yangi insonlarga to'yimli oziq-ovqat mahsulotlarini o'ylab topgan bo'lardim. O'qituvchi bo'lish haqida o'ylab ko'rmaganman boshida, lekin yo diplomat bo'lishim kerak, yo o'zimdan yurist chiqadi deb o'ylardim. Iqtisodiyot sohasida boshqaruvchi bo'laman deb o'ylaganman.